kutubxonaga keldik. Tushamiz bolalar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Biz hozir farzandlarimiz bilan kutubxonaga kelgan edik. Sizlarga bu yerdan qisqacha hikoya qilib bermoqchiman. Kutubxona juda ham kattagina o'rmon parkni oldida joylashgan. Atrofini sizlarga hozir ko'rsatmoqchi edim. Qara chiroyli ekan. Rayana bitta ko'rsataylik. Mana bu tomonda qara. Voy, bu chiroyligina. Shunaqa chiroyli kitoblar va daraxtlar. Bundan ortiqcha go'zallik bo'lmasa kerak. Mana kutubxonani tashqarisida ham o'tiradigan joylar bor. Bu tomoni esa o'rmonzorga qaragan. Bu yerda daraxtzor shunaqa o'rmon parklar nihoyatda ko'p. Olmaxonlarni, quyonlar yuradi odatda. Mana shu yerda ham ba'zan kitob o'qib o'tiramiz. Ichkariga juda ham shoshilib ketdik, kirmoqchimiz. Men charchab qolar ekanman, tezroq borish kerak. Mana daraxtlar chiroyli. Kutubxonaning kitoblar bo'limiga kiramiz. U yerda bolalar uchun, kattalar uchun alohida bo'limlari bor. Amerikadagi jamoat kutubxonalari bolalar tarbiyasida alohida maktab sifatida qaraladi. Ular faqat kitob berib qo'ymaydi, balki butun oilaga mo'ljallangan maxsus dasturlar, tadbirlar tashkil qiladi. Bolalarni yanada qiziqtirish uchun turli-tuman ko'rgazmalar va o'yinlar ham tashkil qilib turishadi. O'qimishli, quvnoq jonivorlar ko'rinishidagi stikerlar sovg'a qilishadi hamda rasm chizish, bo'yash va boshqa qo'l mehnati ishlari mashg'ulotlari ham tashkil qilishadi. Buning uchun odatda kutubxonalarda alohida kattagina zal ham bor. Kitoblar bo'limi esa kattalar va bolalar bo'limlariga ajratilgan. Bolalar bo'limini kitoblar va o'yin maydoni birlashib ketgan joy desak ham bo'ladi. Bu yerda turli-tuman o'yinchoqlar va har xil qo'shiq aytadigan, musiqa chaladigan, jonivorlar ovozlarini chiqaradigan kitobchalar bo'lib, eng kichik yoshdagi, ya'ni 6 oylikdan boshlab bolani sekin kitoblar olamiga qiziqtirib boshlab ketishga mo'ljallangan. Bu mashg'ulotlardan eng mashhurlari story time, ya'ni hikoya vaqti. Bunda kutubxonachi yoki ko'ngilli birorta inson bolalarga jonli, obrazli tarzda kitob o'qib beradi. Yana bir mashg'ulot Read with a Dog dasturi bo'lib, bu it jonivori bilan kitob o'qing deyilgan videoda ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir aynan shunday mashg'ulot ketyapti. Unda bolalar maxsus o'rgatilgan itlar bilan birga o'tirib, ularga kitob o'qib beradi. Bu esa ayniqsa uyatchan bolalarning ishonchini o'ziga oshiradi, hayvonlarga mehr uyg'otadi, bolani kitob o'qishga, boshqa bolalar bilan do'stlashishga qiziqtiradi. Yana bir turdagi mashg'ulot bu craft and reading sessions deyiladi, ya'ni bolalar kitobni o'qib bo'lishgach, o'sha mavzuga doir rasmlarni chizishadi, qo'l mehnati bilan shug'ullanib ko'rishadi. Boshqa turdagi mashg'ulotda esa u Nature Literacy Events deb ataladi. Tabiatga bag'ishlangan bo'lib, bolalar tabiatga mehri oshadi, o'qish tadbirlari, bog'larda o'tkazilgan mini sayohatlar, qushlarni kuzatishni, sevishni o'rganishadi. Bugungi it jonivorlari bilan o'qish jarayonida yordam berish uchun 3 ta itlar Noyo, Xoxo va Ayla ismli jonivorlar qatnashyapti. Biz ushbu mashg'ulotning ustidan chiqib qoldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bolalar jonivorlarni erkalab suhbatlashyapti. Kitob ham o'qib berishadi. Avvalambor bu bolajonlarning o'zlari uchun, ya'ni ular yanada dadil bo'lishlari uchun, tortinchoqligini yengib ketishiga yordam berish uchun. Noyo, Xoxo va Ayla o'z egalari bilan kelishgan. Ular har bir bolaga o'zlarining kichik sovg'achalarini, stikerchalar va rasmlari tushirilgan karta sovg'a qilishdi. Karta orqasida jonivorning
hobbisi va qiziqishlari yozilgan. Masalan, Noyo 2019-yil 25-oktyabrda tug'ilgan ekan. Bolalarni tinglashni va do'stlashishni yaxshi ko'rar ekan. Sevgan kitobi esa Kutubxonachi it nomli kitobmish. Yaxshi ko'rgan o'yinchoqlari yumshoq adyolchasi, kuchukchalar va odamchali o'yinchoqlarmish. Biz Noyo tavsiya qilgan kitoblarni uyga ham olib keldik-da, qizalog'im bilan bir necha kun davomida hammasini bitta qoldirmasdan o'qib chiqdik. What's it? Baby and a mom and Where is pig? yellow, purple, green. Green. Okay. Endi biz kutubxonaning katta tadbirlar zaliga yo'l olamiz. Bu yerda maxsus mehmon kutubxonachi yoki shunchaki ko'ngilli inson bolalar va ota-onalarga kitob o'qish mashg'uloti, ya'ni story time o'tkazyapti. Mashg'ulot qahramoni esa Olmaxon. Azizlarim, mutolaa va o'yin bir vaqtning o'zida bo'lishi mumkinmi? Ha, mumkin. Diqqat qiling, mashg'ulot ota-onalar astoydil yordamida bolalar uchun o'tkazilyapti. Mashg'ulotda kichkinagina bolalar ham qatnashyapti va ularni o'ynagani o'ynab yuribdi, qatnashganda qatnashib qo'yyapti, nima kelsa ko'ngliga kelganini qilib yuribdi. So the first clue is it starts with the letter S. Can you guys do that? Olmaxon ingliz tilida squirrel bo'ladi va hikoyachi bu jonivor yordamida alfavitning S harfi hamda tovushini o'tyapti. Okay. Can you guys think of some other words that start with? Qolaversa, Olmaxonning hayot tarzi, qanday qilib qishga tayyorlanishi, shoxdan shoxga sakrashi, qayerda yashashi, nimalar yeyishi haqida qiziqarli ohanglarda sakrab, o'ynab, qiziqtirib o'qib beryapti. Goes up and down. His work is never done. Yay! Nice job, everyone. We're gonna jump, jump, jump right here, jump, 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 jump right here, jump, jump, jump right here, now and wiggle our rattles away. Yay! Good job, everyone. No, said Custer the squirrel. Instead of swimming, he's in a little boat. Zal eshigidan kirish joydagi stolda esa Olmaxonlar haqidagi hamma kitoblar tavsiya tarzida tayyorlab qo'yilgan. Ota-onalar ulardan olib ketib, bolalari bilan uyda mutolaa qilishlari mumkin. Bolalar zerikib qolmasligi uchun orada raqs va qo'shiqlar ham bo'lyapti. O'rtada esa ayrim kichik attraksion o'yinchoqlar qo'yilgan. Bu bolalarni kitob mashg'uloti markazida ushlab turish uchun shunday qilingan.
our bubble song. Bubbles, bubbles all around. Bubbles, bubbles on the ground. Bubbles, bubbles on my AQShda kichik yoshdagi bolalarda kitobga mehr uyg'otish ota-onalarning eng asosiy tarbiyaviy qadriyatlaridan biri hisoblanadi. Bu yurtda bolaga kitob o'qish faqat ma'lumot berish emas, balki mehr, diqqat va birgalikda vaqt o'tkazishning eng iliq shakli sifatida qaraladi. Shu sababli juda yosh davrdan boshlab ota-onalar bolalari bilan birga o'tirib, kichik rasmli kitoblarni ovoz chiqarib o'qiydi. Xarakterlarga taqlid qiladi. Xullas, har xil jonivorlarni ohanglari bilan qiziqtirib kitoblarni o'qib beradi. Savol-javoblar qiladi va o'qish jarayonini yanada jonlantirishga harakat qiladi. Menga qarang. Kuku, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Kitob o'qidingizmi? Darsingizni qildingizmi bugun? Ko'plab amerikalik oilalarda bedtime reading, ya'ni uxlashdan oldingi mutolaa shakllangan. Bu o'qish odati kundalik marosimga aylanib ketgan. Bu bola uchun tinchlik, xavfsizlik va ota-ona bilan yaqinlik hissini beradi. Shu orqali farzandlarda nafaqat kitobga muhabbat, balki til boyligi, tasavvur olami va emotsional intellekt ham rivojlanadi. Yaxshilar, bugungi hikoyam mana shundan iborat edi. Foydasi tegsa juda ham xursand bo'laman. Like bosing, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video loyihalarimda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.